İctimai taratqularda keng tarqalgan video uçurlarga qaraganda 5-ayning 27 kuni Yunnan Tunxay noyasidagi Najiyang masjidi Xitoy doiralari tarafidan cheklash oldida yerlik tungan musulmonlarning kuchli qarshiligiga uchragan. Videolarda Xitoy saqchilarining masjidni qo'rshiganligi, masjidga kirolmagan tungan jamoatining saqchilarga qarata bir narsalar otganligi, saqchilarning ularga yosh oqqizish so'yg'iligi chashqanligi va ba'zilarini tutganligi ko'rsatilgan. Bu vaqa 2020-yildagi Xitoy sotining hukmiga, ya'ni atalmış qanunsuz masjid yangilash qilmishiga berib chetiladi ekan. Xalqaro matbuotlarda bu vaqtda chiqqan xabarlarda Xitoy hukumatining islomni haqoratlab, Uyg'ur musulmonlarga zulm silib kelayotganligi, 2020-yildagi dokladda manglagan Uyg'ur masjidining cheqilganligi haqida ma'lumot berilganligi ko'rsatib o'tilgan. Bu qitim Yunnandagi Tunganlar masjidining munar qubbalarining cheqilishi Xitoyning oldi bilan Uyg'ur diyorida Andin, Ningxia, Gansu, Qinghai qatorliq Tunganlar to'plashib o'ltiraqlashgan joylarda masjidlarni cheqish islomni xitoylashtirish harakatining Xitoyning eng janubidagi Yunnan o'lkasiga qadar kengayganligini ko'rsatib bermoqda ekan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Erdo'g'anning qayta raislik saylanganligini tabrikladi va Turkiya bilan Xitoyning ikki cho'ng davlat bo'lish sifati bilan keng o'rtaq manfaatga ega ekanligini bayon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping prezident Erdo'g'anga qilgan tabrik so'zida Turkiya bilan Xitoyning taraqqiy qilayotgan ikki cho'ng davlat va yangidan gullanayotgan bozor bo'lish sifati bilan keng o'rtaq manfaatga ega ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy Savdo ministri Wang Wintao Yaponiyani yerim o'tkazgich eksportini kontrol qilishni to'xtatishga chaqirdi va bu jazoning xalqaro iqtisodiy va savdo qoidasiga og'ir xiloflik qilganligini aytdi. Egilishicha, Xitoy Savdo ministri 26 may Twitterda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Yaponiyaning savdo ministri Yasutoshi Nishimura bilan ko'rishganda eksport cheklamasiga qarshi noroziligini bildirgan. Biden hukumatining Xitoy harbiy sanoatiga chetishliq nozuk texnika sohasiga mablag' selishni cheklash ma'muriy buyrug'i e'lon qilish qarorlashtirilib, oxirgi bosqichga kelgan. Amerikadagi Axios Store'ning oshkorlashicha, Oqsaroy ma'muriy buyrug'ining konkret qachon e'lon qilinganligi haqida uchur berishni rad qilgan bo'lsa-mu, lekin voqeadan xabardor zotlar ma'muriy buyrug'ining oxirgi nusxasini ishlayotganligi, uning bu yil yoz oylarining oxirlarida e'lon qilinganligini bildirgan. Xabarda mazkur ma'muriy buyruq Biden hukumatining Xitoyning ba'zi texnologiya sohalarida harbiy ustunlikka erishishni cheklash pozitsiyasiga vakillik qiladiganligi bildirilgan. Xalqaro Türk Akademiyasi Qozog'istonning poytaxti Ostonada Türk dunyosi o'rtaq Olimpiya komitetining tunji yig'inini o'tkazdi. Yig'inda Türk davlatlarining Olimpiyasini moslashtirish va qarindosh davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muzokara qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Türk Akademiyasining raisi, Qozog'istonning muavin tashqi ishlar ministri, Turkiya Cumhuriyeti Atatürk Madaniyat, Til va tarix oliy organining raisi, Türkiya Til komitetining boshlig'i, shundaqla davlat arboblari va olimlar yig'iniga qatnashgan. Xabar qilinishicha, Shimoliy Koreya 31-maydan 11-iyungacha qo'yib berishni planlagan tunji harbiy jasus sun'iy hamrohi planini Yaponiyaga uqtirgan. Yaponiya Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Shimoliy Koreya Yaponiya hukumatiga harbiy jasuslik sun'iy hamroh qo'yib berilgandan keyin tushib ketishi mumkin bo'lgan dengizda uch xatarlik rayon shakllantirganligini uqtirgan.